Hozir. Siz nima deysiz? Kiring, mehmonga o'xshab turmasdan. Adolat mana chiqindini chelakka to'ldirib ostonaga qo'ymanglar degandim-ku. Og'ir ekan, nima qiling? Boring, to'kib keling. Endi ayol boshi bilan shuni ham man qilaymi? Hop. Qani kechga nima ovqat qilding? Ovqat qilganim yo'q. Bolalar nima yedi? Kechki ovqat isitib berdim. Nima menga unaqa qarab turibsiz? Kelib olib nima ovqat qilding so'rashcha oson-a sizga. Undan ko'ra siz ham olib chiqmadi restorandami, kafedami ovqatlantiring bizani oilaviy. Yo bo'lmasam olib keling menga dastavka qilib o'tiraylik biz ham bundoq. Yo'q ovqat. Ertaga o'tirishga borasanmi? Voy, shuni ham eringdan so'rab o'tirasanmi? Ha, bo'pti, mayli. Lekin borsang yaxshi bo'lardi, mazza qilib o'tirardik, o'yin kulgi qilib. Ha, hozir to'xtab tur. Ha? Men tepamni qoqqan qozuqdek turibsiz? Ertalab yig'ilishim bor. Hop, nima qiling shunga? Oq ko'ylagimni yuvib dazmollab bergin. Bo'pti, hop. Gaplashib oling. Alo. Ha, gapiraver. Ha, erim kelib qoldi, tepamda qarab turibdi. Ha, ertaga nima yig'ilishimi, nima o'tirishimi, nimadir bor ekan xullas. Shunga oq ko'ylagimni yuvib dazmollab qo'y deydi. Adolat, Ha, oq ko'ylagimni tayyorlamabsan-ku. voy charchab uxlab qolibman. Kecha ko'ylagingizni kiyib ketavering, namuncha. Mashqqa ketyapman, obedga bir tansiqroq ovqat qilib qo'yarsan. Nimaga? Ota-onam kelar ekanlar. Voy. Voy, siz bir og'iz so'radingizmi? Bugun meni o'rtoqlarim bilan gapim bor, voy. Men sendan so'rashim kerakmi ota-onam kelishini? Voy, nima men sizga qulmanmi? Endi siz ota-onangiz keladi, men gapga bormasligim kerakmi? Adolat, sen meni ota-onam haqida gapiryapsan. Voy, men ham odamman, tushundingizmi? Nima qilibdi ota-onangiz bo'lsa? Menga qara. Allohning oldida bergani va'damni buzishga majbur qilmagin. Qani qo'lingiz uchini tekkizib ko'ring, 15 sutga yetib boraman, tushundingizmi? Men seni 15 sutkangdan qo'rqadigan erkak emasman. Nikohim haqqi hurmati, farzandlarim haqqi hurmati tishimga qo'yib chidyapman. Ensamni qotirmang, boring jo'nang ishingizga. Menga qara, senga eng oxirgi savolim. Nima? Kun kelib farzandlarimizga senga o'xshagan ayol kelsa, rozimisan? Javobini o'zing uchun topgin. Qaytar dunyo. Kun kelib farzandlarimizga senga o'xshagan ayol kelsa, senga o'zingga o'xshagan kelin kelsa, rozimisan?